Meniki bo'lganing uchun ichamiz. Men seniki emasman. Sen menikisan. Men hech qachon seniki bo'lmaganman. Sen menikisan. Meni jonimsan. Bolamning onasisan. İnsanların arasında U seni xotining emas, o'rtacha xotini bo'lib qoladi. Ayolim. Bir ayolni ayolim deya olish uchun avval o'zingdan men erkakmanmi deb so'rashing kerak. Keyin undan o'z ixtiyoring, roziliging bilan xotinim bo'lasanmi deb so'raysan. Onang bilan nimalarni gaplashadi? Onang Tohir akani yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'rsalar kerak. Tohir akam ba'zida oyimni Nima qiladi, yigit? kuldiradi. Bilasizmi, oyim kulganlarida juda chiroyli bo'lib ketadilar. Lekin siz ularning kulgularini hech qachon ko'rmadingiz. Sevdim seni annem kadar sevdim seni dünya